Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, xabaringlar bor. Biz yangi YouTube sahifamiz ochganimizni evaziga biz bitta o'quvchini professional kursimizga tekinga qabul qilamiz degan edik va ularni kommentariy orasidan random ko'rinishida aniqlaymiz deb e'lon qilgan edik va hamma o'zini kommentariyada aktiv holatini ko'rsatdi. Biz random holatda bitta o'quvchini 100% professional kurs uchun yo'llanma qilib berdik va u inson bilan bog'landik va ofisimizga taklif qildik. Mana u inson. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xush kelibsiz. Qayerdansiz aka? Samarqandlikman. Samarqand. Ismingiz nima? Ma'mur ismim. Ma'mur aka, tanishganimdan xursandman. Hammasi haqqoniy bo'ldimi? Haqqoniy zo'r. Adminlarga bog'landim, telefon qilib chaqirishdi. Sizga yozgan edimmi? Iltimos, lichkangizni qoldiring yoki bizga nomerga aloqaga chiqing deb. 11 kun oldin, 11 kun bo'ldi o'sha yozganingizga. Men o'sha kuni iftorlik bor edi, o'sha kuni ko'ra olmadim-da. Ertasi kuni qarasam, javob kelgan ekanda. Birinchi ishonmadim-da. U tepada siz adminlar bilan bog'laning deganingizni men ko'rmabman ekanda. O'sha kommentariyani tagida otvet yozyapman, ketmayapti-da otvet. Ularga ham tushuntirdim, shunday bo'lyapti deb. Keyin shu bilan ertalabgacha asabim buzilib yurdi. Otvet ketmayapti dedim-da. Ertasi kuni adminlaringizga telefon qildim. Hali ham ko'rmadim siz yozganingizni. Hali ham ishonmayapsiz. Ha, ishonmayapman. Yutganingizga ishonmayapsiz. Ha, keyin yozdim, o'zimiz aloqaga chiqamiz deyishdi. Shu bilan hammasi tez bo'lib ketdi. Sizdan kimdir pul talab qilishdimi? Yo'q, narsa. Hammasi tekin bo'lyaptimi? Ha, tekin. Gap yo'q. Xudo xolasa, aka menga 5 ta dars, bozorda qiyin narsa yo'qligini isbotlab beraman va xalqni oldiga chiqib gapirib berasiz. Haqiqatdan 1618 zonasi ishlayaptimi yoki yo'qmi? Har bittasini daskanalni yoritib beramiz obunachilarimizga. Kelishdikmi? Xudo xolasa, 5 ta dars, bozorda qiyin narsa yo'qligini isbotlab beraman.